Yo'q aka, gapimni eshiting. Mashinani arendatori qiluv qilib qolishi mumkin, nomimga o'tkazib bermasligi mumkin do'st, to'g'rimi? Nasibda. Iloyim menga ishingiz tushmasin, lekin agar yuridik masala bo'yicha yordam kerak bo'lsa, bu meni vizitkam. Men advokatman. Nimadir yordam kerak bo'lsa, telefon qilarsiz. Aka. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Xo'p. Yaxshi aytib oling. Sog' bo'ling. Bo'tga qanaqa kelib qoldingiz? Bilmayman. Uyimga kelib o'zidan o'zi olib ketib qolishdi. Aka, o'zidan o'zi hech narsa bo'lmasligini bilasiz-ku. Sizga nima ayblov qo'yishayotganini bilasizmi? O'zbekiston hududiga psixotrop dorilarni olib kirganlikda ayblanmoqsiz. Yana katta miqdorda. Qanaqasiga? Qanaqasiga men dori olib kirishim mumkin? Men ertalabdan kechgacha kirida yuraman-ku. To'g'risini ayting, bu narsaga aloqangiz bormi, yo'qmi? Qasam ichaman, bunaqa narsaga umuman aloqam yo'q. Nima bo'layotganini tushunayotganim yo'q. Aniq-a? Aka, sizni aldayotganim yo'q. Tushunarli. Tergov boshlanishidan oldin sizni ogohlantiraman. Meni ruxsatimsiz hech kimga hech qanaqa ko'rsatma bermang. Tushundingizmi? Tushundim. Eshiting. Men siz tomondaman. To'g'risini ayting. Bu ishga aloqangiz bormi, yo'qmi? Aka, qasam ichaman, aloqam yo'q bu narsaga. Umrimda qo'limga ushamaganman. Olib kirish u yoqda tursin, ko'rmaganman u narsani. Qanaqasiga olib kelishim mumkin? Aka, yordam berasiz? Agar siz menga yordam bersangiz, men ham yordam berishga harakat qilaman. Faqat meni unaqa ko'p pulim yo'q. Gap pulda emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eriz advokati bo'laman. Sizga bir ikkita savollarim bor. Ha, keling. Eriz haydovchilikdan tashqari boshqa ish bilan ham shug'ullanarmidi? Yo'q, shug'ullanmasdilar. Faqat taksichilik qilardilar. Unda qanaqasiga bunaqa narsaga aralashib qoldi? Bilmayman to'g'risi. Erim unaqa